Onajonlar, kelinglar bugun menga yordam bersanglar. Sizlarga ham menga ham manfaatli bo'ladigan o'zgartirishlar kiritmoqchiman. Birinchi navbatda filialimda nimalar ko'rishni xohlaysizlar? Nimalarni o'zgartirishimni xohlaysizlar? Nima kamchiliklar bor? O'shalar haqida yozsanglar. Ikkinchisi, filiallarimda, Instagramlarimda nimalarni olib chiqishimni xohlaysizlar? Meni asosan qanaqa audioga kuzatyapti? Masajda o'qimoqchi bo'lganlarmi yoki bolasida qanaqadir muammo bo'lib turib, shunga qo'limdan kelsa yechim bo'ladigan muammolarmi? Oldindan aytaman, X-obraz, O-obraz ayollarni masaj qilib tuzatishni Instagramda ko'rsatib o'rgatib bo'lmaydi. Oldindan aytaman, uni oldini olish texnikalarini o'rgatishim mumkin bo'ladi. Keyin necha yoshli auditoriyalar meni kuzatyapti, onalar, o'zingizlarning yoshinglar haqida ma'lumotlar ham qoldirsangiz bo'ladi, chunki bu ma'lumotlar sizlarga ham menga manfaatli bo'lib, zo'r narsalar, foydali ma'lumotlar qo'yishimga yordam beradi. Har bir SMS-larni kutib qolib, har bir SMSga o'zim o'tirib